Salam ekran aldagi qadrli do'stlar. Tarım Navasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganinglar Şinjan Ko'nak Pan Texnik Cheklik şirkati, Ko'rgu media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik şirkati tajribaligidagi Tarım Navasi programmasi. Programmamizning bu alaysanini taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Aqsu viloyatlik Tarım Naqsul Ömikining birga mayri ko'pga qodir ko'p qirliq artisti Akbar To'xti. Akbar, programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Salam, ekran oldidagi barcha ko'ringan qarindoshlar, hammanglarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Menki Akbar To'xtining sizlarga mehr-muhabbatlik salomlar bo'lsin. Tarım Navasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan chin ko'nglimda xursandman. Salomat bo'laysizlar. Akbar, sizningki o'qigan kasbingiz usul shundoq-ku. Undaq bo'lsa, siz nima sababdan shu naqshi musiqa qiziqib qolgandingiz? O'zim shu usul kasbini bitirgan. Kichigimdan bilsam, shu boshlang'ich maktab vaqtimdan bo'lg'ay, o'rta maktab vaqtlarimda bo'lsin, shu mayli velosiped minish jarayonida yoki tomoq yeyish jarayonida ustalni udar chiqarib chelib, velosiped minsammi udarga tushirib minib, chilak topsam nag'ir qilib, legan topsam dab qilib chep o'ynab, opam kichikimda bir uyda bizniki bir uyn olg'u bo'lgan, shu uyn olg'u lentlarini setib olib, o'zimizniki san'atkorlarimizniki naqshlarini shu uyn olg'ularda anglaytdik. Shu anglash jarayonida aynak qarab usulanım oynaytdım yu ilkini yeni şu üstelini şu diyensin qilib chep oynab şunun dikin men şu muzikaga naqshi bo'lgan qiziqishim shu vaqtlarda boshlangan. Anim boshlang'ich maktabda, o'rta maktabdagi vaqtlarimda san'at projektlar bo'ldi. Shu projektlarga qatnashish orqali o'zimniki yetarli shu vaqtdagi o'zimda bor talentimni maktabdagi vaqtlarimda mayli balla bayramlarda bo'lsin, mayli cho'ng kichik faoliyatlar bo'lsin, o'zimni shu vaqtdan boshlab namoyon qilishga boshlagan maktabda Akbar loyin deb ish qilib naqshi muzika boyada jim turolmaydigan shunday holatlar bordi. San'at maktabga intam bir istik bo'ldi, keyin madaniyat yurtida Diyanatchilikda tarbiyalanay deb Diyanatchilik o'rganishga kirdim. O'rganish jarayonida ustozlar meniki Diyanatchilikda shu vaqtda xili oldin qatorida boshqa o'quvchi bolalarga qaraganda xili yaxshi ekanligini bayqab, san'at maktabga imtihonga tizimlat qildik. Keyin avatimekda 3 oy usulda tarbiyalandim. Qanaqdir men shu bilib bilmaylam usulga imtihon berib qoldim. Usulga kelib qoldim san'at maktabga. Usul kasbini tanlab 6 oy bo'lganda bu usul kasbi haqiqatan jafoliq kasb o'zinglar bilsizlar bo'ladi. To'g'ri. Bardoshlik bermak bek tez. Shu jarayonda men tag'amga kasb almashtirish to'g'risida fikrimni o'tirib qo'ysam, tag'am xap bo'lgan bo'ldi. Ham maktabdagi ma'lumlarimiz voy usulni shunday chiroyli tursa, bo'ylaringiz shunday usul maskalagan tursa, usulni o'qing deb shu ma'lumlarimizniki iplanmay yana usulni davomlashtirib qoldim. Lekin shu maktabda usulni o'qish jarayonimi har shanba bo'lsin, kechlik o'rganish vaqtlarida bo'lsin, men o'g'irliqcha shu bizning mashq zalida har bir zalda bir pianino bo'lgan. Shu pianinoni o'g'irliqcha chelib, ba'zida chog'ib qo'ymaydi, ba'zida ma'lumlar yo'q vaqtda chavoldik. Har xil naqshlarni aytib, savodoshlarim naqsh talab qiladi. Men shu savodoshlarim talabi bo'yicha chelib, o'rganib, naqshimiz jihatga talantimni shu jarayonda maktabdagi boshqa o'quvchilardan yuqib, gitar chelishni, dutta chelishni top, piano qatorliq bir necha sozni shu san'at maktab vaqtimda o'yinib qolgan desam bo'ldi. Bizning viloyat ko'makniki rahbarlari adam tanlab chiqib, bir yil burundan keyin o'qish bitirishdan burundan ko'makka hozir Aqsu viloyati Tarım Naqsul Ömikiga tanlab akir ketdi. Shuningdek yillam shu ta hozirga qadar shu usul kasb bilan o'zbekcha shug'ullanyapman. Lekin shu jarayonda idoradimmi rahbarlarmeniki shu qo'shimcha talentimniki borlig'ini bayqab, bularni meni qo'lladi. Men o'zimni tirishchilik ko'rsatdim. Ham shu jarayonda qurbayatchilik bo'lsin, chag'alik kechiliklar bo'lsin, yangilik kechiliklar bo'lsin, shu kechiliklarda ham naqsh etdim, ham etotlarni o'ynadim, dramalarga chiqdim, muzikalarni chaldim degandek. Qancha aytmamda o'zimni shu muzikaning ichida gitarni eng yaxshi ko'raman. Ham gitarni eng yaxshi chalaman o'zimni. Shu bizniki kasbdosh bolalarni e'tirof qilib, lekin hamda nima bo'lgan bilan men
kasbiy bilim olmagandan keyin bir yerga berib men muzikant yoki naqshchi degan bu qalpoq yo'q bo'lgandan keyin menda shuni e'tirof qilishga o'zimmi sal kamchilik qilaman. Shu bir yerga borsam kasbimni avval shu o'zimni kasbi bo'yicha tunishtirib usulchi deyman-yu, lekin yana bolalarniki nazarda men naqshchi, aktyor, muzikant degandek. Men ham shu usulni tanlab qolganimga pishman qilmayman. Nima chiqarsangiz, usulni o'qish jarayonida bu usulchilarniki burunda cho'nglam deydigan udarsiz asosan yuqori bo'ldi ekan, chunki usul mashq qilish jarayonida asosan biz shu naqsh muzikaning ichida ham naqshniki hissiyotning ichida yurgan bo'lgandan keyin udarsizimiz bir qator texmo yuqorilab bo'lgandan keyin shu jarayonda meniki naqsha, muzika qatorliq mush kasblarga bo'lgan ta'sir darsi mush usulning ko'rsatgan ta'siri xili jiq deb o'ylayman. Balkim malla emas mush ekran oldidagi do'stlarimizmi sizningki naqshingizni anglashga to'limi taqozo bo'lyapti deb o'ylayman. Shundaqku, unda qolsa bugun qanday bir ko'ngil sovg'ingiz olib kelgansiz? Bugun shu ayni yillarda o'zininki shu nurg'ulg'an yaxshi ijodiyatlari bilan, yaxshi naqshlari bilan yoshlarımızın arasında, çoğunlarımızın arasında şundan bir ta'sir qo'zg'agan bir akamiz o'tgan endi. Yani Ömer Osman nurg'ulg'an naqshlarimiz anglab cho'ng bo'lgan. Shu akamizningki yaxshi ijodiyatlardan Seni desem nomli ijodiyatni olib keldim. Shu munosabatda shu Ömer Osman akamizga hurmatimni bildiraman. Ham shunaqami shu naqshningki akartlashtirish vazifasini bizningki Shinyon diyorimizdagi yaxshi muzikant, yaxshi kompozitor, yaxshi kasbdosh qarindoshim Shuhrat Yosinninki akartlashtirishi bilan ro'yobga chiqdi. Shu munosabatda shu Tarm Navas ekran orqali Shuhrat Yosin og'aynimga rahmatimni bildiraman. Shu naqshni sizlarning huzuringizga sunsam. Xo'sh, undaq bo'lsa, ekran oldidagi do'stlarimiz bilan Akbarning bu lirik naqsini hammamizdan huzurlanaylik. Seni desem, seni desem akar yaşım deryalar bulur. Seni desem, seni desem akar yaşım deryalar bulur. İtsam tügümez nakşam, könlüm şeydalar bulur. İtsam tügümez nakşam, könlüm şeydalar bulur. Ben seni yar dep deyman, meni dildan so'ydidan. Ben seni yar dep
meni dildan söyledi de birga o'tgan shu kunlarga dildan maftun bo'ldi de birga o'tgan shu kunlarga dildan maftun bo'ldi de Ekber to'limi güzel bo'lgan bir naqshni olib kelibsiz. Bek huzurlandik. Rahmat sizga. Yoqtirgan bo'lsang Alloh. Men to'limi yoqtirdik. Ekber bayan men sizni tanishtirish jarayonida ko'p qirliq artist deb o'tdim shunaqo. Ekber turdashlarimiz balki bilmasligi mumkin. Ekber ham naqsh aytadi, ham usul o'ynaydi. Uningdan boshqa Ekber aktyorlik xizmati bilan shug'ullandi. Mayli suratli naqshlar bo'lsin, mayli mikrofilmlar bo'lsin, mushlarda yaxshi rol olib o'zininki mush aktyorlik jihatdagi ortiqchiligini namoyon qilib kelyapti shunaqo. Undaq bo'lsa Ekber sizningki mush naqsh muzika usul mush tarafdan mush aktyorlik tarafga qarab mengiz jarayonlaringizni bir so'zlab baqamsiz. Bo'ldi. Buningga men mush usulninki ko'rsatgan ta'siri jiqroq deb o'ylayman. Ammo shu usul kasbi jarayonida biz nurg'ulg'an usullik operalarni o'ynaymiz. Usullik voqelik va usullarni o'ynaymiz. Shu o'ynash jarayonida shu usulniki shu obraziga kirib turib cho'qim shu rolni biz ifodalab hamsak bo'lmaydi. Shu ifoda jarayonida asta-asta bizningki shu rol elish mahoratimiz tabiiylan yetilib ketadi ekan. Undan boshqa yana shu idoradammi qo'llab bir necha qatim mush jihatdagi o'zimizniki alohidligini payqab etodlarni badiiy etodlarni o'ynadim. Dramalarga chiqdim. Shu chiqish jarayonida meniki yana asta-asta o'zimni aktyorlik jihatda ancha-muncha az bo'lmagan tajribaga ega bo'ldim. Ham bir necha shu kasbdosh do'stlarimizningki yaxshi bo'lgan naqshlarningki suratli naqshlarga o'zim bosh rolni oldim. Ko'rmanlarniki hozir ko'pdir yaxshi bahosiga erishdim. Ham o'zimniki mush jihatda yaxshi qila olganimga texmo ishonch paydo bo'ldi. Ham bundan keyin texmo to'xtab qo'ymaslik istik paydo bo'ldi. Shunga ham mush jihatda yana qarindoshlarimizga texmo yaxshi bo'lgan narsalarni sunish uchun men izlanyapman. Ekber Tarim Navas programmasi yo'l qo'yilib hozirgacha nurg'ulg'an do'stlarimizninki yaxshi turib ko'rishiga, nayti yaxshi bahosiga erishyapti. Undaq bo'lsa sizdan so'rab baqsam shu Tarim Navasi programmamizga qanday bir taklif fikrlaringiz bor? Bizni yana bundaqroq qilsanglar texmi yaxshi chiqadi deydigan qimmatli taklif fikrlaringiz bo'lsa biz qabul qilamiz. Bu yoqda bizga bir ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Mencha shu program boshlangan tatmam to'liq ko'ryapman. Bizningki shu viloyatimiz saviyasi bo'lsin, mayli Abdumurayimiz saviyasini hisoblaganda mencha shunchalik kasbiy ham uskunlarimiz shunchalik to'liq ham bolalarniki shu operator bolalarning bo'lsin, mayli riyosatchilik, mayli shu parda qilishayotgan barcha kasbdosh shu bolalarniki shunchalik kasbiy muomala qilayotganligini his qildim. Ham shu ko'rish jarayonida shunchalik mush diyorimizda mushtaq bir programmani bir bo'lsa bo'ladi degan orzuni sizlar amalga oshirib bergandek his qildim. Mush ziyorat qilish jarayonida siz bilan shunchalik erkin azada o'tirib suhbatda bo'ldik. Shunchalik rahatlik his qildim. Bundan keyingi taraqqiyotinglarga yana o'zimizniki shu
programmani ko'rish jarayonida o'zimiz his qilganlarimizni qolsa, hamma yana davomli taklif fikrlarimizlardan aymayman. Mencha yaxshi qilyapsizlar, texmi yaxshi qila oladiganlarga mening ishonchim bor. Texmi yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat Ekber. Sizning bu ekran hayotingizga, bundan keyingi ishlaringizga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz. Rahmat, hammainglarga shu. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar, Şinjan Ko'nak Pan-texnik cheklik shirkati Ko'rgin media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdarliqidagi Tarim navosi programmamizni bu yerda oxirlashtirish oldi turibdimiz. Ekran oldidagi do'stlarimizning Tarim navosi programmasini yoqtirib ko'rishni va shundaqla qimmatli taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va yana shundaqla Tarim navosi programmamizga qatnashqisi bor do'stlarimizni chin dilimizdan qarshi olamiz. Men sizlarni Tarim navosi programmasida saqlayman. Tarim navosi programmamizning kelarki sonlari texmi rangdor, texmi sarxil. Kelarki sonda ko'rishguncha oltin teninglar omon bo'lsin. Xayr xo'sh.